Do'stlar, ko'pchiligimiz so'raymiz, hozir zamonaviy bo'lsin, 2025-2026-yildagi eng zo'r osma shiftlar qanday bo'ladi deb so'raysizlar. Albatta men sizlarga hozir ko'rsataman. Biz hozir Samarqand Darvozani bolalar o'yingohi maydonidamiz. Bu yerga mana Sherzodka bilan tashrif buyurganmiz. Gitsayt kompaniya rahbari. Botga grillato bilan reshni patologlarni kombinatsiya qilib o'rnatib ketdik. Qanchalik darajada qiyinchilik tug'dirdi, chunki botga o'zgacha stilda qilingan ekan. Nima deysiz? Juda qiyin bo'lmadi. Men o'zim ustidan, ya'ni ijod qildim, dizaynni o'zim yaratib berdim. O'zingiz chizib hammasini qilib berdingiz. To'ppa-to'g'ri. O'rnatib berish jarayoni 24 soat oldi. 24 soat ichida tayyor bo'lib, Tayyor bo'ldi. o'zi mana mijozlarni yoniga borganda, kelib o'lchab keting deganda biza tekinga borib o'lchaymizmi yoki? Albatta. Bu xolis xizmat hisoblanadi. Xolis xizmat Va maslahatini ham beramiz. bemalol maslahat ham beriladi. Olmasanglar ham mayli, biz xursandmiz, zato tanish bilish bo'lib ketamiz. To'g'rimi? Hozir shaxsiy xabar jo'nating. Sizlarga ham Gitsayt kompaniyasi ajoyib yechim beradi. Men o'zim shaxsan shug'ullanaman va dizayn kerak bo'lsa, dizaynni ham yaratib berishimiz mumkin bo'ladi.